Xayrli kun barchaga. Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Kiyimlarimni alishtirib oldim. Gapirishimda qiyshiqlik sezasizlar. Men bu tomonim qimirlamayapti. Tishimni davolatdim. Kechasi yana tishim og'rib qoldi. Nimani balo bu yil menga tish doktordan kasal tegdimi deyman. Men tishimni davolatib oldim. Ozgina karies boshlanib, og'rish boshlayotdi. O'zi vener qildirib olishim kerak. Hozir ham tish doktorimga aytaman. Ikki tish doktoriga kimga borasiz deysizlar. O'rtalar men tish doktoriga reklamaga bormayman. Tish doktor, men shunaqa narsalardan qo'rqaman to'g'risi ani. Zabikam ruxsat bermaydilar. Chunki bilasizlar, men o'sha tug'ruq paytida o'zimga gepatit B yuqtirib qo'yganman. O'shaning uchun aytishadi-yu, qo'rqib qolgan, qatuni ham puflab ichadi deb tish doktor, manikyur, pedikyurlarga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki kasal yuqish ehtimoli katta bo'ladi. Tishimni davolatib chiqdim, endi ishlarimni qilaman.